itingizni yoki mushugingizni 1000 marta dori qilsangiz ham kana va bit tark etmayaptimi? Unda bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha tomosha qiling va bu videoni it va mushuk boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi. Siz esa uni tinimsiz dorilaysiz va kanabit kuchugingizni yoki mushugingizni tark etmaydi. Buni sizga 90 kun ushlab beradigan hozir yechimini ko'rsataman. Fipren dori vositasi mushuklarni 4 kilogacha ishlaydi. Kuchuklarniki esa 8 kilodan 15 kilogacha bemalol quyidagi mana shu bo'yin qismi, quloq orqasiga tochkalarga tomizdirsangiz agar, xudo xolasa 90 kungacha itingizni, mushugingizni kana va bitdan muhofaza qilib beradi. Agarda qulog'i yoki ko'zi og'riydigan bo'lsa agar, bunda bizlar Cifladex dori vositasidan foydalanamiz. Buni shu 2 tomchi yoki 3 tomchi qulog'iga va ko'ziga bemalol 3 kundan 5 kungacha tomizsangiz, quloq og'rig'i va ko'z og'rig'idan qutulgan bo'lamiz. Endi bemalol itlaringizni yoki mushuklaringizni dorilab turib, bemalol ko'chaga mana shunday qo'yib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Romavitus bo'ldi.